bugungi aytiladigan qo'shig'imiz Baxt o'zi nimadir qo'shig'i. Ustoz Nasiba Abdullayeva xonimni qo'shiqlari. Eng yaxshi ko'rgan o'sha kollej paytida sevib aytib yurgan qo'shiqlarimizdan biri. Tinglanglar, baho beringlar. Men shunchaki kuylagim keldi, xonandalikka umuman da'vo qilmayman. Demak, boshladik. Baxt o'zi nimadir men bilolmadim, bu sevgi sirin tushunolmadim, ammo armonlarning azoblaridan qancha tirishsam ham chiqa olmadim. Ammo armonlarning azoblaridan qancha tirishsam ham men chiqa olmadim. Bu dunyo sig'magay ikki ko'zimga, to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh. Peshona deganiga yozgan ekan, rohat emas faqat chidam va bardosh. Lekin men aylanmay daliga doga, yosh boshim baland qo'shiq aytaman. Yarilsam yolvorib egam Xudoga, bu dunyoga qaytaman. Lekin men aylanmay daliga doga, yosh boshim baland qo'shiq aytaman. Yarilsam yolvorib egam Xudoga, bu dunyoga qaytaman. Shunda boshim yetib osmonga, dilni anduhlardan ozod qilurman. Ishonib qolmasdan gumonlarga, men qanday yashashni o'zim bilurman. Shunda boshim yetib osmonga, dilni anduhlardan ozod qilurman. Ishonib qolmasdan gumonlarga, men qanday yashashni o'zim bilurman. Baxt o'zi nimadir men bilolmadim, bu sevgi sirin tushunolmadim, ammo armonlarining azoblaridan qancha tirishsam ham chiqa olmadim. Baxt o'zi nimadir men bilolmadim.